Kunlarda Amerikaning ikki yirik shahri Baltimor va Denver noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Siyosatchilar orasida bu borada yakdillik yo'q. Ba'zilar kelgandilarni AQShdan haydash kerak desa, boshqalar ayrimlarini qoldirish mumkin deydi. O'tgan yili 396 ming emigrant hujjatsiz yurgani uchun Qo'shma Shtatlardan deportatsiya qilindi. Ayni damda 300 muhojir ishi ko'rib chiqilmoqda. Maryland shtatidagi Baltimor shahri immigrantlar uchun orzular mamlakati, Amerikaga katta darvoza. Endi esa AQSh hukumati ularni deportatsiya qilish masalasini hal etmoqchi. Yana shunday bir shahar Kolorado shtatidagi Denver. Yangi qoidaga ko'ra, har ikkala shahar rahbariyati jiddiy jinoyat sodir etmagan muhojirlarga mamlakatda qolishga ruxsat bermoqda. Jinoyatga qo'l urganlar ishi esa tezlashtiriladi va ular mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Yangicha tartib hozircha sinovda, yanvar oxirigacha. Ayrim siyosatchilar bundan norozi. Ulardan biri Maryland shtati vakillar palatasi a'zosi, respublikachi Pat McDonough. Mamlakatda noqonuniy ravishda yashayotgan odamlar uchun Baltimor magnitga aylandi. Hammasi shahrimizga keladi. Bu esa jiddiy, og'ir oqibatlarga yetaklashi aniq. Salbiy oqibatlar sirasiga siyosatchi tilni bilmagan immigrantlar uchun tarjimon yollash, tibbiy sug'urtasi bo'lmaganlarga davlat hisobidan yordam ko'rsatish kabi xarajatlar, fuqarolar ish joylari muhojirlarga boy berilib, jinoyatlar ko'payishini kiritadi. Immigratsiya va bojxona xizmati hozirda AQSh hududida jinoyat sodir etgan va chegarani noqonuniy ravishda kesib o'tganlar ishlariga asosiy e'tiborini qaratmoqda. Muhojir huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar esa jinoyat sodir etmaganlar ham deportatsiya qilinayotgandan norozi. Rasmiy idoralar ko'zni shamg'alat qilib, ko'p ish qildik deb ko'rsatmoqchi, deydi ular. Washingtondagi imigratsion siyosat markazi direktori Mary Giovanni fikricha, ikki shahar masalaning ko'rib chiqilayotgani katta ijobiy o'zgarish. Boshqa ijtimoiy muammolar kabi bu masalada ham progressga erishish nihoyatda qiyin. Immigratsiya bu ma'noda fuqarolar huquqlari yoki ovoz berish huquqi uchun kurashga o'xshaydi. Muvaffaqiyatga erishish uchun ko'p vaqt kerak, chunki qonunlarni o'zgartirish qatorida odamlar ongini ham o'zgartirish kerak. So'nggi yillarda AQSh rasmiylari orasida muhojirlarga nisbatan qattiqqo'l siyosat yuritish kerak deganlar ancha ko'paydi. Oq uy muammo yuzasidan qat'iy bir pozitsiya bildirmay, immigratsiya masalalarini sud hal etsin deydi. Immigrantlarga mamlakatda qolishni ruxsat etish kerak deganlar AQShning ayrim shtatlarida namoyishlar o'tkazmoqda. Masalan, Alabamada so'nggi oylarda faollar noqonuniy muhojir bo'lgan ota-onaning Amerikada tug'ilib, fuqarolik olgan farzandlaridan ajratilishiga qarshi namoyish uyushtirdi. Amerika ovozi har yili o'z kalendarini taqdim etadi va uni dunyo bo'ylab o'z muxlislarimizga ulashamiz. 2012-yilgi taqvim tayyor. Unda biz sizni bu xalq sevib nishonlaydigan bayram va ayyomlar bilan tanishtiramiz. Olishni istasangiz, adresingizni elektron manzilimizga yuboring. Ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlaymiz. Sizga har doimgidek tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik, shodlik, xonadoningizga baraka va faqat xushxabarlar tilab qolamiz. Kunning muhim yangiliklari bilan saytimiz va kundalik radio eshitishlarimizda tanishib boring. Washingtondan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.